Hurmatli obunachilar, 7 soteli uchastkamiz chiqyapti. Shaharning markazidan so'rayverganlar, ajoyib joy topib qo'ydik. Adresni bir aytib ketaman. Metromal ko'chasi, yangi magazin, oila market. Shundagina yo'l ustida joylashgan. Ana shu 7 soteli uchastkamizda birgalikda obzor qilamiz. Shaharning markazida qidirib yurganlar jo'natib qo'yasizlar. Marhamat. Kirish darvozaxonamiz balangina qilib taylangan ekan. Mana tapchanchalarimiz ham bor. Birinchi xonamiz mehmonxona. Mehmonxona. Endi studentlar turadi, studentlar bitta tozaligiga rioya qilmaydi. Studentlarimizga zamechaniya qilib qo'yamiz. Katta hovlimiz tapchanday qilib qo'yilgan. Ichkarilarni obzor qilib chiqasiz. Valloh uxlayapti aka. Uxlasa uyg'otmaymiz. Mana hovlimizda zilon zonamiz. 6 tonnali hovuzimiz ham bor. Suv ham, mana vodoprovodlar. Bir suvni ochib qo'ying qancha? Suv keladimi yo'qmi? Qani? Suvni ko'raylik ha. Qani? O? Napor bilan kelyapti suv. Bo'ldi, yoping suvni. Oshxonamiz ham tapchalik qilib qo'yilgan. Sal mehr berish kerak. Atak yomon emas. Xo'p, bu yoqqa hammomimiz. Hammomimiz ham yomon emas. Endi studentlar turgan, qaramagan. Bu yoq yangi uy taylangan. Ikkita xona qilib taylab qo'yilgan ekan. Hovlimiz to'g'ri yopiqda molxona qilib qo'yilgan ekan. Bemalol to'rtta ho'kizni boqib, bu tarafga mana aka. Qo'chqonlarni boqib tursa bo'lar ekan. Bu esa hovlimiz 7 sotega joylashgan, 6 ta xonadan iborat. Narxi startli 60 ming so'ralibdi. O'tirgan joyi bor. Real nomerga real narxda beriladi. Pastdagi nomerlarga bemalol telefon qiling.